Assalomu alaykum hammaga. Men Toyota mashinaga chaqirishgan. Pradoga. Xullas, bunda bo'lgan ish monitor yonmayapti dotuvdalar. Ukamiz monitor umuman ishlamayotgandi. Kelganimizda endi uni yechayotgan jarayonlarimizni qo'ya olmadi. Xullas buni tuzatib olib keldi. Monitor platasi ketib qolgan ekan. Uni to'g'irlatib olib keldi. Xudo xolasa mana hozir yondi. Toyota emblemasi yondi. Sensor hech nima ishlamayotgandi bunda. Sensor ham ishlamayotgandi. Shuning uchun xizmat kerak bo'lsa, 24/7 aloqadamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon hammaga.